Assalamu alaikum, qarindoshlarım. Bugün ben tordaki kızıq nokta toğrusida biraz bir özümden oylaganlarımni kən qarindoshlarım bilan ortaqlaşay dep oyladım. Hazır tor dünyası muşu Recep Tayyip Erdoğan efendimninki şu vatanga avaz çıkamıdı, Şərq Türkistan tuprağıdaki zulümge avaz çıkamıdı degan videolar, her xil qarşı fikirler bilan tolup ketdi. Lekin men muşu bütün təşkilatlarga Uyghur davasidagi men davagar, men ahdi kökti degan davagarlarga muşu sualımni qo'ymoqchi. Muşu prezidentlarning har qaysi davlatlarning prezidentlari Xitoyga ziyorat qilmoqchi bo'lsa, oldin xabar topamiz. Bütün yerlarda bu to'g'riliq ovozlar chiqadi. Lekin agarda shu ziyorat jarayonida bo'lsa-mu o'zimizning fikrini ifodalasak bo'ladi. Uyg'urning tashkilotining beshiga chiqib olganlar mushu Recep Tayyip Erdoğan efendimning chiqish safarida oldin chiqib bir bayonot bersa bo'lmamdi. Boshqa davlatlarningki raislari mangan chaqda Uyg'urlarning bosh tashkilotchilari aqti ko'kti deganlar nima uchun chiqib uning bayonot bermaydi? Shu safar jarayonidami bayonot belgili buludu. Bu özünüz meylik bilgen tilingizde sözlesiniz, bu sözler yetip barıdı. Xudi men ayni vaqtida Recep Tayyip Erdoğan'a tızlandım degan videonu chiqargan vaqtimdimi, mushu ovozliq narsalarımdan hemisi şu yerga yetip berip, o'ttirga odamlar kirib, turuklar kirib, shundaq bir paranglar bo'lungan, munosabat o'rnatgan. Siz bir tashkilotning raisleri, hükümetning raisleri muşunchilik siyosiy sapa, siyosiy ong bo'lmasmi deb o'ylayman. Masalan, mush qitim Recep Tayyip Erdoğan efendim Xitoyga ziyoratini boshladi. Ondan keyin aks sadolar chiqdi. Mushu chiqishning oldida ya zuvan chiqarmidik. Uningdan keyin zuvan chiqarmidik. Siz bir hükümet, bir tashkilot Muncha yil da'vo qildim degan odamlar mushundaq jim o'ltirish kerakmidi? Xuddi har qitimda Xitoy konsulida chag'anliq, Xitoyning davlat bayramliq ziyofatlar bo'lgan chaqda bo'lganda yoki bo'layotganda chiqib ahvoldi, ko'kvoldi deb turib sayrab ketdi. Lekin uning oldini olish degan narsa yo'qmi? Men surgun hukumatning raisi G'ulom Osman efendimga shundaq savol qo'ydim. Nima deb bayonot e'lon qilmaysiz? Siz Sharq Turkiston surgun hukumatining raisi. Siz kitoblarni yozgan bir rais. So'zlash qobiliyatingizning bog'lig'ini, siyosiy safaringizning yuqoriligini meningcha hammadan biladi. Nima uchun siz ovoz chiqarmaysiz? Uningdan keyin Heyliqi mustaqilchi tashkilotdan birini Milliy ozodlik tashkiloti qurib olgan shu Seytim Turk efendim o'ttag'izib qo'ygan Turmamat Hashim. Nerede nima bo'lgan chaqda, namoyish bo'lgan chaqda mikrofon talishib yurisiz? Bir paydo bo'lib. Nima deb mushta vaqtida siz bir doktorkansiz? Gerçi kesal köpüsü olsanız mı doktorkansiz? Chiqib nima deb so'zlamaysiz? Bayonot e'lon qilmaysiz? Seytim Türk efendim şunçilik hazır vatanga kirdigandek so'zlab hayajonlab so'zlaysiz. Nima deb bayonot e'lon qilmaysiz? Turkiyadan qo'rqamsiz? Har qanday tashkilotlar buni oldida so'zlab ketasiz. Voy, 7-oyning 5-i. Mundaq simbol xarakterlik namoyishlar bor. Aşınchilik hayajon bilan so'zlaydigan, voy mustaqil mundaq deydigan mustaqilchi tashkilotlardan boshlay. Seytim Türk efendim, siz qaysi düşüp kirib ketdiniz? Abaytın bir g'ilpal ko'rinib qaldınız, namoyishga mangduq deb. Bu namoyish yilda bor. Bir ish o'zgarish kerakdi. Nishonimiz nima bizningki? Bir ish bo'lmasa yana birini qilib baqsaq bo'ladi. Men jinimda qilyapman. Men jinimda. Men yaxshi ko'rmayman, rasmimni chiqarib turib munda qilishni. Amalsiz bir ish qilyapganimni Uyg'urga bildiray. Bir-birimizga ulgu olayli deb turib, men qilayotgan yerda sizlar qilolmamsizlar? Xo'sh.
Sürgün hökumatni talashib, men birinchi qurgan degan Anvar Yusuf Turani efendim. Siz qaysi tüşükdə? Namayishlar bo'lyotidi. Siz qaysi tüşüklər kirib ketdingiz, uni bilmayman. O tashkilot sizning bo'lgan taqdirmi, o hukumat sizning qurgan bo'lgan taqdirdimi, siz bir ish qilsangiz bo'ladi. Qani siz? Anandan keyin yana birisi var Turkiyada 3-chi sürgün hökumatning 3-chisimi, 4-chisimi İsmail Çingiz degan adam, voy mening degan haqiqiy sürgün hökumat, qolganlarning hammasi saxta degan heli İsmail Çingiz uni kirib ketdi. Bu bayonot deganni Facebookda qig'ilib bo'ladi. Facebook degan kengrichilik. Bir kun olmay bir kun yetib boradi. Siz kimga atab degan so'zingiz bo'lsa, mayli qaysi tilda tarjim qilinib turib, mayli inglizcha, mayli turkcha, mayli fransuzcha, hammani tarjim qilib turib haq yetkazadi. Men bilan aloqa o'rnatgan. Men tizlangan insonga o'tirga odam tushgan. Mayli men millatim uchun nima ish qilib baqay, qanday ish qilib baqay, o'zim xalab qildim. Bu yerda ming eliq tomoshabinlar, eliq cho'ng dars berdiganlarning oldida men hech nima emas, lekin siz menga ulgu bo'ling, men ergishay sizga. Bu bir. Yana birisi, eliq men millatning lideri, erkinlik bilan kishilik huquq hammasi shu mustaqillik degan gap, hammasi o'xshash gap degan eliq Rabia Qodir efendim. Xanım efendim. O Rabia Qodir xanım özünü men oliy maslahatchi, hammasini sürgün hökumatning hammasini oliy maslahatchisi bo'la olaydim deganken sizning saviyangiz yo'qmi? Eringizning saviyasi yo'qmi sizning yo'q bo'lgan bilan? Siz o'qimagan bilan? Siz nima uchun bir bayonot e'lon qilmadingiz? Xuddi Turkiyaning chegirasidan kirolmaydigan bo'lib qolsa, injiqlab qo'ymi Turkiyaning chegirasidan meni kirgizmadi. O mundoq bisim bilan mundoq oldik deb turib, Dolqin İsa chiqdi. Shularni e'lon qildigan chaqda hammanglar bor. Dünya Uyghur Qurultayı bütün dünyadaki Uyg'urlarniki birdan bir tashkiloti. Men birdan bir raisi, prezidenti deb ketadigan hali Dolqin İsa Bezgak. Senmi yo'q. U yerda bu yerda qilib yurgan bilan. O hamma yeringni ko'kka bo'yvog'ini bilan qilayotgan ishing nima? Nishon nima bizningki? Bütün dünyada her bir yerlerinki prezidentleri o ümmekler berip durdu. Birazın çıkıp bayanat elan qilib bakmadan. Bayanat elan qilib bakmadan. Ahlim heyran kalıdı. Ahlim heyran kalıdı. Bu nimişçülüğünü mi bilmeyme. Bütün dünyada uruşlar oxdin, kural yaraklardanla bo'lmaydi. Mana Şangangni misalga bakayla, Şangangda harbiy bar, harbiy kuch bar. Hech kim o'tirg'i chiqib 5 yilda ta qilg'ini yo'q. Tayvandimi bar? Namoyish bo'lyotidi. Har xil o'znikini ifodalab turyotidi. Mustaqilchilar mustaqillik deb ifodalayotidi. Yana birmichilar deb ifodalayotidi. Tayvandimi ham shundoq. Bizninkini hozirli qurol bilan kirdiganda Turkiyadagi palon tashkilot va Sitim Turk efendim. Siz bir chiqib, voy, men xalqlar degan gapga kulib qo'yma degan Sitim Turk efendim. Siz ish bo'lmaganda bir mustaqillik deydigan odamdingiz. Siz qaysi tushib kirib ketdingiz bilmayman. Bayonotni e'lon qilsangiz bo'laverdi. Biz Turkiyani aqlimiz, ko'qilimiz demaymiz, biz da'vogar. Bizning beshimizga kun tushgan. Bizning da'vorimiz Sharq Turkistonning zulmini anglatish. Bizning shu tuprog'imizga ega chiqish. Shuning uchun bu bayonot e'lon qilish degan bir davlatga ta'sir ko'rsatmaydi, bir hokimiyatni o'rimiz demasak ya. Anglatsangiz bo'ladi-ku. Zulmni nimishga anglatmaysiz aqasingiz. Qilayotgan ishingiz nima? Xitoy konsulining oldiga berib, yana biri o rasmiy kulgilik ish. Shunchalik teqimi bilan kulgidak ish. Xuddi erkin ro'z degandek keyni bilan kuladigan ishlarni qilmayli deb. Shu keyni bilan kuladigan ishlarni sizlar qilyapsizlar. Ben küçümden yetiş çıkıp bakıvattım. Ma Norvegiyanınkimi böyle nima tashqi ishlar ministri bir nimani grup odamni Xitoyga evatadiğanda qizim bilan tang berib o'zimizningki fikrini berdik, iltimosini berdik. Tirishbaqimiz. Qizimmi bizningki boshliqqa, ministrga o'zininki savolini qo'ydi.
Biz tirishpaqimiz. O torda degan şundaq bahalığıcı, qandaq tetiksiz ustozlarcıq ya yüzü yok ya ismi yok tetiksiz. Xitoy mekeli deyme. Yezib ketidi o bir nimalarni. Sen qilma agishay desam yo'qolib ketidi. Mana aş təşkilatçılar tillaysizlar, aqılsizlar, ko'p qilsizlar. G'ulom Osman efendim mana bu sürgün hökumatni yangilaymiz deb Salihmi kirdi. Salih naq maydon qilgan vatgan vaqtida torda egizbaschilik bo'ldi. Unas chiqmas bo'lib qapti. Uni ko'rganman. Menda barchilik, men bir xalqning ichidagi bir tomchi suv bo'lish suhbatim bilan menda barchilik aq ang senda yo'qmi haqqasingda? Nimda bir narsaning oldini elishmaysa, uxlab yetişamsa, təşviqat degan Facebookda aş bir gün Facebook taqalıb egizpas bo'lganda video chiqmaydigan bo'lib, ovozimiz mangmaydigan bo'lib WhatsAppda shunchalik ko'ngilsizlik bo'lib ketdi. Nimishqa? Bizni ulab turgan shu internetda, Facebook, WhatsAppda. To'satdan mushtaq bo'lsa, vatanning holatini ko'z oldim keltirib baxtim. 2009-yılı 7. ayının 5'i tor itilgen vaqtida u vaqtda bilinmaydigan chunki tuqqanlarimning hammasi yenimda bo'lgan ekan. Hozirgi vaqtda butun dunyoda hamma narsamizni oramizni yaqinlashtirayotgan bu internetdi. Bu internetdan biz foydalanmadik. Sizlar o'ylab beqinglar, shanganliklar foydalandi. Aşı bir günlük tordagi egizbaschilikdan, normalsizlikdan shanganliklar degan bu agarda bizda bundaq ish bo'lib qolsa xat orqali ifodalaymiz. Köplep taqitish beringlar, bizni bostirish appasi mundaq qilinglar deb bizga signal berdi. Biz nim quvvatimiz qayrindoshlarim. Eyliq tashkilotchilar nada? Eyliq surgun hukumatga kirishning oldida sayrab bulbul bo'lib ketganlar. O kirgandikilar hammalarning ovoz zuvani tutilib qoldi. Bir narsaning oldini olamamdik. Bir ish chiqqandan keyin hammalar chiqib oq bo'ldi, ko'k bo'ldi. Va turklarni so'zladi, Recep Tayyip Erdo'g'onga biz so'zlamasakmi bo'ladi. Ya sen oldini alsanmandı. Sen mi çıkıp sözle bu dava bizden dava. Amerika mı bizi berip azat kılıp koymaydı. Biz fırsatını tepip özümüz paydalanıp şu fırsattan paydalanıp biz müstakillığımızı eslik keltirimiz. Recep Tayyip Erdoğan mı biz üçün bir nima kılıp veremiz mi? Bizni satmaslıkka bir signal verimiz. Şunçilik muhbirlar, şunçilik yenideki xizmatchi xodimlar tang billa boradi bir prezident chet elga chiqsa. Lekin ulardan nimishki sado chiqmadi. Agarda yaxshi biz uchun foydali bir narsani qilgan bo'lsa, sayrab ketdi. Xuddi Urumchi safariga borgandagidek hamma yerda taqitadi. Buning ichidagi masalani degisi kelmaydigan mundaq ish bo'lgandan keyin shuni chiqarmaydi. Albatta chiqarmaydi. Ulardan nima deb og'irnimiz, oldini nimishki olmaymiz? Nimishki bayonot e'lon qilmaysizlar? Surgun hukumatmi nimishki uxlaysizlar? Eliq surgun hukumatni men qurgan yana bir qilgan degan nimishki uxlaysizlar? O dünya Uyghur qurultayiniki sizlarni kim voy unda siyosatchilarimiz va ahva ko'kva deb ketisizlar. Biz o nima go Dolqin Isoning siyosiy ilmi yo'q-ku, ishki tal deb yotlaganini so'zlagan bilan. Erkin Akramni chiqish kerak-ku, nimishki bayonot e'lon qilmaydi? Sizlar o'z yo'limizni davoni qilamiz degan bo'lsalar, qilmamsizlar, oldin olmamsizlar. Germaniyaning bilimlarimi boradi. Dolqin Iso, zuvaning chiqmasa, seniki tiling yetmaydigan bo'lganki, tilini biladigan odam chiqib gapirmamdi, bayonot e'lon qilmamdi, yig'in echish, bir yer chiqib rasmga tushish, su kadrlarda bir yerini bilimini qistirib yurishdan boshqani bilmaysan sen. Robiya Qodirmi shu. Saviya yetmaganki, eringizdan maslahat so'rang. Sidiq Hoji efendimning saviyasi sizga dars o'tgidaq-ku. So'rsangiz bo'ladi maslahatni. O'ng tarafdan so'zlamay, erkinlik bilan bir nima bir deb, mustaqillik bilan erkinlik ikkisi bir emas. Eringizni so'rab biza ta'lim eling. G'ulom Osman efendim, siz kitobni yozib o'tmayman, chiqib so'zlaymiz. Ancha-muncha. Xalq og'zinglar qaravatidu, mustaqilchilarning og'zi qaravatidu. Uxlab yotmayli. 3 oyga kirib ketdik-ku, 6-oy o'tib ketdi, 7-oy kirdi. Hamma mavjudotlar o'xan sizlar uyg'onmayapsizlar. O 11-oyga saqlab o'tmaydi, uxlab. Ish qilili ish. Uçuşup, bu çıkıdı qeyrindoshlarim. Birden birisi çıkıdı usul oynag'ili. Endi ma usulni ko'rib bo'lsa, yana bir usul chiqdi. Voy bu millat kashki chelinib o'ynayveradigan millat emas.
namoyishga tinchlik yo'li bilan boshqa yo'l bilan bo'laverdi. Bizmi qildik bugun namoyishni qilib kelib, namoyish bilan hech qanday ish bundaq kelmaydi. 5 minutning ishi bayonot e'lon qilsangiz, tarjim qilamiz, tarjim qilib berayli. Qamlashtiramisiz? Uyg'urchada so'zlasangizmi, men ash Uyg'ur tilimda so'zlayman nemishqa yaxshi ifodalab o'zimning hissiyotim bilan so'zlasam, mayli inglizchani ostiga kirgizsam, mayli deb turib kirgizma. Kerakli yerlarga. Qarindoshlarim, biz sarang emas-ku. Da'vo bizning da'vo. Bir odam kelib, tomoqni yevol demaydi. Aplashgan vaqtida yeysiz. Abaydan bir video ko'rgandim, bir mushuk endi bir nima yey davasa, teshidan yana bir og'maxon kiribli donlarni, narsalarni olib chiqdi ekan. Shuning qarab belki hopning hopqa deydi. Sen aşı mushu vaqtida xalqni foydalanligidek yerda bizmi foydalanmasak bo'ladi. U da'vo bizning da'vorimiz, zimin bizning ziminimiz. Ayliqi bir necha deganlar 70 yilning yoqi tiring chapsa, kash ishing nima? Oy burunqi avlodlarimiz mundaq qilibdi ekan, ajdodlarimiz oq qilibdi ekan, ko'k qilibdi ekan. Sobit domillar mundaq qilibdi ekan. Ahmadjon Qosimiy mundaq qilibdi ekan. Hey, ular hech bo'lmaganda bayroqni, davlatning ismini, pul birliklarigacha, askarlargacha qilib beqibdi ekan. Sen nima qilding? Ular tesh yassun endi. Ular kit qilib o'lib ketib palon yildan keyin sen nima ish qilding? Ma 50-yildan keyin sen nima ish qilding? Nima ish hal bo'ldi? Davlatning ismini bir qamlashtiramabsan. Sog'liq chiqqandan keyin chiqdi. Qasing nima ish qilding? Quruq gap. Oltin o'zining eg'irligi bilan yangdaydi. Bir odam ashtaq deydi. Oltin o'zining eg'irligi bilan yangdaydi. Hey, biz hozir oltin emas. Ziminni ap bo'lsang, sen oltin bo'lsa eg'irliging bilan yangdab o'ttasang bo'ldi pensiyaga chiqib. Hozir biz hech nima emas. Bizning ziminimiz ishg'oliyatda, bor dafsanchilikning hammasi bor. Nima deb qopishmaysan? Men bugun hammalarning ismini atadim. G'ulom Osmon apandim, Abdulahad Qarajim, Qopili, İlyar Shamsiddin. Sizlar hammanglar og'zingizda gap qila oladigan odamlar. Sitim Turk. Turmamat degan eliqi, olim, kasal ko'psi. Debdi kasal ko'psi deb. Kasal bo'lsa-mi, doktorxonada yetibmi gap qildi, men og'zingiz kasal emas-ku. Dolqin Isa chiqmamsa o'ttirga. Kapılashqa shunda ustugu sen. Zuvaning boshqa tilga kelmasa, Uyg'urcha bo'lsam demamsa, menda deb bayonot e'lon qilmamsa, falonchi boshqa ketibdi. Menda desanglar bizning zulmimiz, beshimizda kun bor, menda o'vatimiz deb. Birdan u yer bizningki, bu yer bizningki, u tashkilot bizningki, bu hukumatni men qurgan, oq qurgan, chiqib ketmamsa hamsa. O Türkiye'de yaşayanlar qalamaydi o bichara. Yağandan u yerga kirimiz, bu yerga kirimiz, qurolliq nima qilamiz deb. Voy ishingni bir qila, qurolliq kirimiz degicha. Qurollari bormi? O'tirib yetibdi. Tinchlik yo'li bilan ma'lum darajaga kelgan chaqda ish qiladi xalq. Sen o'sha qorqoq Uyg'urni yana bir sesitadigan bir yerga ishtamaydi. Hammadan ishonmaydi gaplaringlarga. Surgun hukumatnikilar uyquda ketmanglar, Şernaylaringlarni oyoqlashqandi. Qopli Uyg'urning ma xalqlari hammasilar qarab turibdi. U yer bu yerda shaytonning o'yinlari jixlab ketdi. Ahvoldimiz, ko'kulimiz deb bayroqni yo'gab tasqaldi. Ko'sarlarimi bayroqning rangida bo'lib ketdimiki deyman ba'zilarininki. Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli. Millatchi marab turibdi. Siz nima qildingiz deb qamsin deb men kuchimning yetishi qilyapman. Kuchimning yetishi. Men Xitoy konsulini oldiga bormayman. Shuning uchun o'zimning kuchimni yetishi qilaman. Men qila olganchilik qilasan, men chiqib sening kayningdan mangay. Yağandan pititi deb hukumat bergan pulni tirik xashlab Uyg'urni o'ynab o'tmay rasm chiqarib, video chiqarib. Og'zinglardan foydalaninglar. Xalqaraviy ish bu. Hozir internetga uchiqchilik, to'g'ri chiqib so'zlasang bo'laverdi. WhatsApp to'plariga pul yig'adigan chaqda manqanglik qilib chiqadi ekansa. Erkin Sidiq efendim, manqanızda eqitib yurib ketgandingiz. Bu yana pul yig'ishning gapini yana 3-bo'lim berib chiqib, siz nemishki e'lon qilmaysiz, bayonot e'lon qilib, inglizchangiz yaxshi bo'lsa,
ak oldu, kök oldu, ma zulüm degan miyada. Sen ayağa verip bunda kıma bizim zulümümüz dursa neymiş kayarımız bəxtlik buludu bizni dep gap kımamsız. Nasaçı. Mankınızı ekitip bir yerde lavuzlaşıp o tema bu temada sözlep yürgüçü teyya fırsat bağı. O başlık bu başlık mangacak neymiş ki haltı kılışmaysa bayanat elan kılıp. Köngül ilişkide kılıklarını kılıp torda nerede bir neslen çıkış şunda usta. Milletke igi çıkış diyen ço aldığını alıdı. Bira devletninki prezidentleri birini yazsam birimi çıkıdı. Menço ma Norvegiyaninki padişahsıga xat yazıp bakkan. Cevap kelgen. Zakaz xat yazsa cevap kilidu. Cevap kilidu qeyrindaşlarım. Biz aldık. Sana mandak çoğun işlerini qıp beremizsek mi? Biz nimeni nalağını bildik. Zulümünü anladık deydi. Biz mi yazdık? İspanya konsulununki mi vakalatçı ornuna kırıp mı dedik. Muşu Canzamin Katarlıklarını sizler muşu sotka hüküm kıtkensizler, hüküm çıkırıp dikensizler. Hem de Xi Jinping, Chen Quangu, anandaki Wang Qishan Katarlıklarının kimi kıgan bolsanglar, bularning bizga elip berip atkan erki kırgınçılıkıga biz muşunçilik mundaq dertlerini tatip atımız. Şunun için bizga yardım kısanglar dep turib kirdik. Hem xatni saldık. Biz yetkizip koyumuz degandimi, yana aşınыңdan ötüp yana aşı Oslo'dakisini saldık xatni. Tırış bakmamsa o keşkişti meni dep otamay tuzlangan deyin Xudoyim jazolaydi meni ayaqasın jazolaşmaysa sen qıp bakama keyningdan agisi ayaqasınınki titi qıp resim çıkamay keşkişti. Birden onu bayanat elan qılıp ikki tal qağazını çıqırıp bu yerda nim qıp qoyup ma bayanat taqtib qo'yinglar dep otamay sürgün dokumentmi chiqili ma egizchi işiltildi. İşiltilmasam bo'lmay daplashib qolmasin yana qurtlab ketmasin ma egizlar. Başkalarını yaratmagan adam öz çıkıp sözleydi. Qıpaqıdı. Facebook degan uçukçılık mediadan ravuruz paydalanaymiz biz. Biz paydalanmayapmiz. Bir gün igizpes olganda yurkim degan shunchalik ezilib ketdi. Uye qanday qilamiz deb. G'ulom Osmon efendim. Turmamat Hashim. Setim Türk. Rabia Qadir. Dolqin İsa. Erkin Sidiq. Resim düşmeyli. Hem de o G'ulom Osmonga resim çıkırıp koymaydı. Hem de gap qilli G'ulom Osmon efendim. O'tiraversak bo'lmaydi. Şeytanlar bütün uyarga yamırap ketdi, ko'ryapmiz. Hammalar chiqinglar, men oldini olili bir ishninki. Bir ish chiqib bo'lgan chaqda andan keyin, "Oy, munda xo'pdi. Anda xo'pdi" deyishning hojati yo'q. Suv kelib bo'lgandan keyin to'saymiz deb o'tmayli. Suv kelishning oldida to'sayli. Hukumat, eylik ulug'vor tashkilotlar, eylik liderlar, eylik bir nimalar. Qarindoshlarım, uyqumuzni ochayli, qo'limizdan kelish ish qilayli. Facebook'ka siz mi chiqib so'zlasangiz bo'ladi. Sizdan men ulgu olay yaqaslardan. Ne ustozlar va bir nimalarni yezib to'shtirib yetadigan. Sizlar chiqsizlar, men o'rganay sizlardan. Juma qarindoshlarim, savol qo'yishni bilili. Qancha bir tashkilotning beshi, hukumatning birimi so'p kessimi? Biz nimani ammadik, vatanni ammadik. Siz menga o'xshash. Gerçi tashkilotning yana birimi so'rsangiz, "Ilinga vatanni." Dolqin İsa dedi o, vatanning o'z ishidagilar o'zi ozod bo'ladi, o'z mustaqil bo'ladi deb. Ular nimasiga mustaqil bo'ladi? Hong Kong xalqida tirishpaqili, onalar chiqdi, sham ko'tarib. Bizning Uyg'urlarniki texchasi uyquda. Chiqib baqili qarindoshlarim, uxlab qolgan tashkilot, hukumatlar midrab baqili. O'yg'inli ma 7-oy ma bu 11-oygacha hamma nimalar so'p qolmasin yana. Rahmat qarindoshlarım.